Adasi, bugun uyda ekansiz, yuzingizga xud qilaylik. Ha, yo'qotay, hezimli qiladi unaqa narsani. Adasi, yuzlaringiz tekis bo'lib, po'ralaringiz ochilib, oppoq bo'lib qolasiz. Men senga nima deyapman? Adasi. Lekin hidi yaxshi ekan. Ha, bu sizning yuzingizni yumshoq qilib qo'yadi. Voy, bor qara kim? Hozir. Adam. Voy. Men oshxonaga bekinaman. O, oshxonaga kirladim. Zalga bekinaman. Vannaga. Assalomu alaykum adam. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi keldingizmi? Ne keldingiz? Tinchlik? Seningni uzatyapmiz, taklifnoma olib keldim. Ha, bering. Ya, kuyovimga shaxsan beraman deb niyat qilganman. Ovora bo'lasizmi? Cho'g'ilmabdilar, kutib qolasiz, menga bering. Ya, man, kutsam kuyovimni kutaman. Ey, Adajon, oshxonaga kira qoling. ya kuyovimni toza havoda kutaman. Kuyov bo'la qolay, yengillik bor. Ada, Sarvinoz sevgan yigitiga beryapmizmi? Ya, u bir qanaqadir xizmat balami bilmayman, yuziga maska paskela suradi, meni pedikyur, manikyurlar qiladimi, xullas, meni unaqalarga beradigan qizim yo'q. Sen bor, bitta achu choy damla. O, yuzim achishib ketyapti, nima qilay? 10 minutdan oshsa kuyib ketadi, shirin uni tezroq. Ya, bu kuyov ichkariga basseyn qurib olganmi? Choy neydan chiqdimi? Ha, ichkarida qo'llarini bosib oldilar menimcha. Ha. Qo'li? Qormaydi. Ya, rais, keling choyga. Bitta shaxmat balana. Vay. Voh. Ichkarida baqirmang, adam sezib qoladi. Qizim, raisga piyola olib chiq. O'zi kuyov bolada ishim bor edi. Cho'milayotgan ekan. Mana poylayapman. Jabi boshqacha cho'milar ekan va? Bu bo'ydolingni eslayotgandirlar-da. Kuyovda o'zi nima ishingiz bor edi? Mahallada bugun suv o'charkan, o'shanga ogohlantirgani keluvdim. Men buni shilolmayapman, basharamni yopishib ketibdi. Qani menga rasmini tashingchi. Amerikada to'fon bo'pti. Uylarni ko'tarib tashlayotganmish. Yo'q. Ha, telefon bormi ko'rsataman. Mana. Mana. Voy Kuyovmi? Voy sharmanda. Yo, rol bu rol. Anaqa aktyor bo'lish orzu qilganlar repetitsiya qilyaptilar ichkarida. Ya, men o'z ko'zim bilan ko'rmasam bo'lmaydi. Yo, chiqinglar. Chiqinglar. Merhaba abi. Günaydın. Men turklardan qo'rqaman. Ha, Turkiyada главный rol o'ynayapti, lekin ketadilar. Ya, gap yo. Ashula qatdan kelyapti. Ha, o'shirda. Ben charchiyorum. Ben xonamga kirib uxlayyorum. Ay, ko'zimga shopib ketdi. Kanalga qara. Rais, bugun suv keladimi? 3 kunda keladi. Bogатый смех. Qisilib ketdim. Mana bogатый смех o'rganinglar. Yemada. Bogатый смехda kulishchi rostdan pul bo'lish kerak ekan odamda. Da, ana soxtalik bo'lmasa ham bu yoqda. Ostaka. Ha. Argentinada tuxum kelyapti. Menimcha sen Chilonzorda ham topmaysan. Nega? Oyligim olganim yo'q hali, siqilib o'tiribman deb, men bitta sen Argentinaga borib tuqarmishsan. Tupoy. Ostaka. Wow, Anqara kecha poyiga 50 ming kelibdi. Yuragimga hech nima sig'mayapti hozir. Ne, tinchlikmi? Xotinim Argentinada tuqaman deyapti. Oyligim olganim yo'q, bir sim pul yo'q. Hozir nima deding? Zo'r ekan dedim. Yo'q, undan oldin nima deding? Poyiga 50 ming kelibdi dedim. Keyingisi qachon? 2 kundan keyin ekan. Biz ham qatnashamiz. Qatnashsa mashina yo'q. Muhimi bizda kalla bor. Sallaga mashina beradigan ahmoq yo'q. Surlar uyiga. Tog'a, iltimos, mashog'aynimni to'yi, bolalar bilan bir xil mashinada bormoqchi edik. Men to'yman. Iltimos, tog'a. U mashina menga qanaqa qadrliligini bilasanlarmi? U mashina menga adamdan qolgan.
adamga dodamdan qolgan. Dodamga adam. Yo'q, menga adamdan qolgan, dodam. Yo, hozir qarang, dodangizga adasini o'sha kim? Xullas qolgan u mashina menga. Ha, bilaman qolganini. O'shaning uchun mashinani qanday olgan bo'lsam, shunda olib kelib beraman. Tog'ajon, bitta dona jiyaningiz bormi, berib tura qoling. Tog'am bifshi general chiroyli gaplash. Wow, Toyota Supra kamida, to'g'rimi? Voy, meni uchar tulporim bugun seni uyg'otishadi. Xafa bo'lmaysan. Paytida Toyota Supra bo'lgan mashi. Bosishini ko'rasan hozir. Agar tulporimga nimadir bo'ladigan bo'lsa, boshing bilan javob berasanlar. Tushundilaringmi? Bilaman, tog'a. Ketsin. Rostdan. Qadam bos. O'zbegim go'zallari. Bo'ldi. Hazil qilma ya. Surlar uyiga. O'rtoq, erim boshqasini topgan menimcha. Argentinada tuqum kelyapti, dedim, eshitmasdan turib ketib yubordi. Oxirigacha bosyapman. Mana mashina bilan poyga yutmoqchimiding? O, po'qmoqing bilan chayna o'rishadi-yu. Bu mashinani kuchaytirsa, povuk qo'ysa zo'r yuradigan bo'ladi. O pulichi, katta xonangnikini olasanmi pulni? Muhimi bizada. Tuning qilish kerak, qitchu qilish kerak, tez yurish kerak-da, iloji bor. Ko'rsat. Xullas, oka, mana shu mashina. Bitta o'qlangan Priora motor sanga turbinasi bilan yetib ortadi. Necha pul bo'ladi? 15 ming. Ishni boshlaymi? Ha, jinnimisan? Qatta olasan uncha pulni? Jim turga? Qaqa jim turaman, qatta olasan 15 mingni. O, muhimi bizada. Ha, kalla bor-a? Yo'q, sen borsan. Barat aka, rahmat, 2 soatda qaytaman. Хорошо, договорились. Aka, 3 soatda kelmasa nima bo'ladi? Oriydi. Qattim oriydi. Ey, aka, qatti. O'rtoq, erimga telefon qilsam, poygaga ketyapman dedi. Poygalar qayerda bo'lishini sen bilasan-ku, e'tibor. Voh, onasini emsin. Aka, o'rtog'im, nima 3 soatda kira olmasa yutqizib qo'ysa nima bo'ladi? Hormay aka. Nima? Yo, oldingi safar kim yutdi, o'shani so'ramoqchi edim. O, ana Matiz. O'tgan safar men yutqizganman. Bu safar men yutaman. Yangi o'yinchi kelibdi-ya? Jiguli. Yorib yuboribdilar ekan. Onalaring shotda soqqa meniki. Bu galam Matiz yutadi. Hammasi ichinde bo'yotibdi-yu. Xotinim uchun, Zalukti og'aynim uchun yutishim kerak. Yo'lbarsanga ishonaman. Yaxshimisan? Qanaqa keldingsan? Qochdim. Bir soatda pul olmasa, ani mana kes tashiydi. Bo'ldi, vahma qilma. Qichqu bo'ladi, hamma zo'r bo'ladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra poyga vaqti 1 soatga kechiktiriladi. O'laman men kes tashiydi olmasanga. Vahma qilma, hal qilamiz, tush. Brat, nima bo'ldi? Nimaga kechiktiriladi?
Bayram tushadigan qizimiz kelmadi. Bo'ldi, endi kes tashiydi. Boqma qilma. Muhimi bizda. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Post me a pic, finna make me a profit. When a nigga hit, then a bitch get toxic. Piyoncham. Piyoncham. Voy chumoli. Qizildan shirab keladi-yu. Sallaga emas, men bilan tashlashmani yutish chumoli. Qo'yganga sani. Ostaka, Sen nima qilsan? meni kechiring, noto'g'ri xayolga borgan ekanman. Siz biz uchun harakat qilayotgan ekansiz. O'rtog'ingiz aytdilar. Voy, ketdim Argentinaga. O, qatta olding? Boya poyga boshlanayotganda pul tikishayotgan ekan. Seni yutqizishingga tikdim. Sen meni yutqizishimga pul tikording. O'sha chakagina qarzdan to'laymiz, bo'ldi Argentinaga ketamiz. Ketdi. Keyingi hafta Argentinaga. Menimcha Chilonzorda tug'asan u xotin. Argentinada tug'ish iloji yo'qmi? Iloji bor. Chunki bizda Boqqa yersan. Sevinch, xotin. sevishganlar kuniga bu sizga sovg'a. Voy, rahmat, kattakon. Bugun sevishganlar kuni ekan. Voy, ro'zg'orga qilib keldingizmi? Rahmat. Bo'sh bo'lsangiz, restoran gaplashib qo'ydim. Voy, nima qilardingiz ovora bo'lib? Bugun o'zim zo'r qishashlik qilib beraman. Bor, Qur'on olib chiq. Sizga mojito aytaymi yoki aytaymi? Farqi yo'q. Onasi, qora choymi, ko'kmi? Qora choy ichsam bilasiz-ku. Qoraga davlening bor, ketib qolishing mumkin. Bo'ldi, ko'k. Bu salatni aynan siz uchun italiyalik eng zo'r oshpazlarga tayyorlattirdim. Voy, qiyma shashlik kilo oldingizmi? Skidga ketayotgan ekan. Kilosini 35 mingdan berib yuborishdi. Bu xonqasi ko'p ekanda ichida. Zato pishganda nonsiz yeysan, nonni ichida o'zi bilan. Antaliyaga 2 kishilik bilet oldim. Aylanib kelamiz. Voy, rahmat. Oyingni uyiga 2 kunga borib kelishingga ruxsat. Voy, rahmat. Yelpim meni yonib ketadi hozir. Eng zo'r tomoni biznes klassdan oldim. Oyoncha o'sib ketasiz. Undan ham zo'r tomoni. Oyingni uyiga o'zim Matizda borib olib kelaman. Oyog'ini cho'zib borib kelasan. Aytgancha. Bu sovg'a sizga. Voy boshim. Voy boshim. Aytgancha. Hozir. Namini senga oldim. Voy, dog'larim. Ich nuqul bukib qolib qo'lida kekir yurasan-ku. Yaxshi o'tibsan. Rahmat. Har uyda. Bugungi kun uchun rahmat. Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Adasi, rahmat bugungi kun uchun. Anaqa, turimiz, shashlik ber, onamga ber. Nima qilib turibsan, mabda bolalarga O'rtoq tanish Ibrohim. Ko'rmayapman.
Kecha bozor tanishib qoldim, yaxshi bola ekan. Ketdimi? Ha, ketdi. Ibrohim, oldiga o'tirib oling. Jigar, zarar yetkazdim. Telefonim o'chib qoladi hozir. Ha, mana shu 100 ming bo'lish kerak, qarang-da. Voy, как раз maniki deya o'sha 100 ming bering, aka. O, ber, zaratga qo'ysinlar shunda. O'zimda kam 90% qoldi atiga qara. Voy. Jigar, vlajni salfet yetkazdim, Yo, ustingizni yeching-da, sultonga bersangiz, ertaga yuvib olib kelib beradi bu, ha. Ha, men nima deyapsan? Men qachon yuvib olib kelib berganman? Endi flashni so'rasam ham bermagansan-da, hech qachon. O, qiskin, yaxshi bola, ko'ngli toza bola deyapman-ku. Mani ko'ydim kir, mog'orlab ketgan, sasuvyapman, qara. Yaxshi bola bo'lsa uylanib ola, o'shanga birga yashaysiz, ikkita ko'ngli toza, baxtli bo'lib. Ha. O'z qaling. Suvdalar bordimi? Do'stingni ko'rsat, sani kimligingni aytaman deyishsa, sani o'lganda o'raman. Zajgalkanmi ber, olib kel. O'rtoq Red Bull olib chiq ichinglar. Ya men pensiyam olmadim hali, meni pensiyaga chiqazib yuborgansan-ku sen. Men pulini beraman. Sizga nima, qatuvmi? Ha, Red Bull bunga ham. Ikkita Red Bull, bitta bezgaz hisoblab bering, aka. Ikkita dona qopti-da Red Bull. Ya, anaqa, men ichaman. Og'zing, voy basharang, voy. Voy, to'lkalarga o'xshab arazlamang, ibodat qizg'anyapsanmi? Shuning uchun og'ir kunlaringda yoningda turib qizg'anishim mumkinmi men? Haqqim yo'q-ku, to'g'rimi? U Ibrohim, bu men, to'g'rimi? Basharangiz. Alo, Jigar. Alo, Bitta joyga ma'mul o'tib kela olaysanmi? ikkalamiz o'tamizmi yo yana kimdir bo'ladimi? Yo'q, ikkalamiz faqat. Men bilardim, jigarim chiqyapman. Bitta donam meni sog'inib qolman-ku. Unaqa bolalar keladi ketadi, bilaman o'rtoq. Men xafa bo'lmadim, hammasi chotki bo'yatibdi. Qayerga ketamiz biz? Ibrohim mazasi bo'lmayotgan ekan, o'shanga dori oldim, tashlab kelaylik. Siqirt menga qara, olib kel, basharangni olib kel, mana bundoq olib kel. Meni issig'im 65 ga chiqqanda kelmagansan xabar olgani. Issig'im meni dazmol bo'lib ketganda kelmagansan. Odam mazasi yo'q. Qo'limga tushsa yoraman. Qiz bola necha yoshida birinchi ovqatini qilgan bo'lish kerak? 1 yoshida, aka. Ovqat qilishni bilish kerak qiz bola. 1,5 yoshida og'ir ovqatlarni o'sha o'rgangan bo'lish kerak. Xamir ovqatlarni chotki qilib qo'yish kerak. Onasini yordamisiz o'zi qilish kerak. Yo'masa nishitda aytsa-da, nespravedlivo bo'ladi, bratan. Qiz bola necha yoshida uy ishlari, spir-sidirlarni to'liq o'rgangan bo'lish kerak? Men bilmasam. Meni fikrimcha, qiz bola 3 yoshida spir-sidir, kirni qo'lda yuvish, mashina yuvishni men ham bilaman-da. Chang tozalash, tomlarni tegini tozalash, tovuqlarni tegini tozalash, sigirni sog'ish, hammasini ota-onasini yordamisiz muntazam ravishda o'rgangan bo'lishi lozim. 6 oyligida hatto qo'lidagi kashasini o'zi turib tayyorlashni bilish kerak, jigar. Qiz bola necha yoshida tikish, bichishlarni to'liq o'rgangan bo'lish kerak? Где-то 8 oyligida o'sha do'ppi tikkan bo'lish kerak. O'sha 1,5 yoshda bo'ladi-yu. O'shanda oldiga nima deb lattan tashiganda shunday kiyim qovurish kerak, aka, uning uchun, osmi? Shunaqa bo'ladi. Ayol kishi bir vaqtda o'zida nechta farzandni tarbiyalash, eplash kerak? Kamida 10 ta. Atak 12 ta, 15 ta bolani bemalol tarbiyalashni bilish kerak-da, aka. Ani ikkita bolani boqib, "Voy, ulgurmayapman" degan narsalar ham nespravedlivo bo'ladi-da. Qiyin emasmi bitta ayolga? Onalarimiz 10 ta, 15 tani eplashgan, aka. Qo'ysangizchi. Hurmat. Esimden çıkmıyor, göz oldumda yığılayganım, onu işleganmışlar. Hayotdan ko'zim geldi. Bu acayip ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo seni so'zlaringni eshitib. Begunoh sevgim farishtasi yig'lar ko'zlarimni bekitib. Zohtirasi shirin bo'ladi. Mani qalbim, mani alamdaman, lekin sanamni tosh qalam yorg'alam. Mani sevganman, armondaman, suv bo'lish kerak. Güzelim, sevmeymen ben seni, sevgimize kalbin tombulumu. Güzelim, sevmeymen ben seni, sevgimize kalbin tombulumu. Sensiz ham o'ylama, baribir yashay olaman. Shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman.
sevganim bu yo'qmadan uchun shuncha jazolaring yuragim yangi hayot sari Seni qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Seni qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Belingni bog'la yuraman, mana bundoq xushlarlar, mana bundoq xushlar. Dasmi infernami? Yorga qandoq yoqarlar, mana bundoq yoqarlar. Erkanlay, men seni erkanlay. Sochlaringni silab, mani jonim erkanlay, har kuni erkanlay. Yolg'iz erkatoyim o'zing yorim. Ha, qayerga ketyapsiz? Choyxonaga men boraman, man boraman. Hech qanaqa choyxonaga bormaysiz. Bormis yo'q choyxona, yo'q choyxona yo'q. Tushundingiz? Qachondan beri bormayman, radnoylardan ajralganman. Oqibat nima bilmayman, sani deb men o'zgarganman. Man baribir boraman. Bolaqa. Man boraman. Man baribir boraman. Tushunding? Uyda ishlarni qilsam, spirsidirlar qilsam, bolaringizga qarasam, kiyimlaringizni yuvsam, ko'chaga olib chiqmaysiz, aylantirib kelmaysiz, zerikadi demisiz, faqat o'zingizni o'ylaysiz. Bo'ldi qilchim bo'l. Endi chekkagimma mani o'chirib bo'psiz gapsiz. Voy bo'ldi qilchim. Mana endi mani galim, asabiz bizaman jonim. Yarim soat uyda bo'laman ona. Alo. O'rta tez beruniga yetib kel. Abdullashma qanaqa qilib? Voy jinnilar, kelinglar, bemor bor. Men ham kiraman. Kiraman. Tepasida bo'lishim kerak. Pinset. Promaxovani turmush o'rtog'i kim? Man doktor. Kelgunicha juda ham ko'p zaryadka yo'qotgan, ekrani, kamerasi juda ham qattiq shikast yegan. Shunga qaramasdan hayotini saqlab qoldik. Yes! Ha aytgancha, Promaxovani endi ehtiyot qiling, chunki u homilador. To'xta. Bo'lmasa ne bo'lib ketdi? Shirin tashvishlar bilan yuribman deb o'rtoq xotinim ikki qat. Olmayagim kelyapti dedi. Shuni shunda tashab chiqib gaplashamiz. Mardikor ishlatmasaydik-ku. Onasi men zo'rg'a topdim. Voy, rahmat, lekin olmamas qilib yegim kelyapti. Bo'pti, hozir olib kelaman. Aytgancha hovliga mardikor olib keldinglarmi? Yo'q, o'g'lingiz-ku. Nima? O'g'lim? Ha, o'g'lingiz olmaga deb 20 yil bo'lib ketdingiz-ku. 20 yil yo'q bo'lib ketdimmi? Men shunda qulupni olib kelib gaplashamiz. To'xtun nima qorningdagimi bolasi? Bu meni bolam. Sen kimsan? Baqirma o'g'lim, bu san ukang. Ukam? 20 yil yo'q bo'lib ketding. Sen o'rniga bola asrab olding. Kim xotiningni uylantirib qo'yding? Nima qilishim kerak edi? Voy, nima qilib tashadinglar? Onasi, Bodring topdim. Kim bular? O'zingiz kimsiz? Mana shu xotinning eriman. Voy, urmang, bu sizni o'g'lingiz. Shunga homilador bo'lganda Bodringga ketdingiz. 40 yil yo'q bo'lib ketding shu bilan. Voy, sen meni bolammisan? Voy, chol, akamni urma. Akam meni ukam emassan.